Assalomu alaykum. Qo'qon Dang'ara zapchas bozori akalar. Mana bugun olmagan do'konni arzon qilyapmiz. Tallar deysizlarmi? Turli xil, har xil tonnada tallar bor. Mana ko'raverasizlar. Kulishlar deysizlarmi, troslar deysizlarmi, damkiratlar. Yangi hammasi fotolatlangan ko'raverasizlar. Tiniq. Hamma narsalar bor. Mana bu tomonlarda o'ting mana. Kuruchoklar. Yangi zapchaslar. Shunaqa zapchaslar kerak bo'lsa akalar mana har xil turdagi nabor kulishlar bor mana. Ko'raverasizlar mana. Tepadagilar 1 milliondan ekan. Pastdagilarda ham ko'ringlar. Har xil 800 mingdan ekan kulishlar. Tiniq kulishlar. Kimga shunaqa xizmatlar, kulishlar, damkiratlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Bu pastdagilar 200 ming, 250 mingdan ekan. Kampaliklari. Akalar mana Dang'ara Qo'qon zapchas bozori, olmagan do'koni. 4-ayvonda tagida mana. Kelaverasizlar. Narxlarini, telefon nomerlarini videoning ustiga chiqarib qo'yaman. Narxlarini so'rab, kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hamma narsalar bor. Ichkarilarda ham to'g'ri. Aka men shetda bitta video qo'yay. Elektronik tallar ekan. Evakuatorlarga ham shunday qo'yilyapti. Tonnalari har xil. Kimga shunaqa evakuator qilayotganlar bo'lsa, mana tallarning turidan bor. Pullarni o'zlaringiz so'rab nima qilib olasizlar. Hamma narsa bor, ko'raverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimiz kimgadir manfaatli bo'lay turgan bo'lsa, like, podpiska tugmachalarni bosib qo'yasizlar. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar.